har taraflama ideal kvartira bo'lsa edi, shartta bosib yuborardim deb juda qidirdingiz. Ertaroq Vodiy House-ga obuna bo'lmaysizmi? Vaqtingizni ancha tejar edingiz, hoji aka. Umumiy maydoni 91 kvadrat metr. 2 xonali, bino 6 qavatli, kvartira esa eng qulay 3-qavatda, o'rta podyezdda joylashgan. Keng va yorug', remonti yangi. Shundoq kirib yashab bersangiz bo'ldi. Barcha mebel va texnikalar qoladi. Isitish tizimi ham qulay qilib qilingan. To'pli pol va otopleniya bor. Qishda muammo bo'lmaydi. Bino pishig'ishda qurilgan. Yopiq hudud, liftlar ishlaydi, parkovka mavjud. Bu joyda yashash haqiqatan ham qulay. Atrofida jamiki inson uchun kerak bo'lgan hamma narsa mavjud. Maktab, bog'cha, universitet, kollej, savdo markazlari, klinika, masjid, muqimiy bog'i, restoranlar va davlat idoralari hammasi juda yaqin. Eng katta ustunligi esa yoningizda Qo'qon universitet kutubxonasi. Xohlasangiz o'zingiz yashaysiz, xohlasangiz talabalar uchun ijaraga berib, doimiy daromad qilasiz. Bunday joydan xonadonlar juda kam chiqadi. Narxini 66 ming deb turishibdi egalari. Aynan siz uchun yana kelishiladigan joylar bor ekan. Manzili Qo'qon shahar, Turkiston ko'chasi 36-A uy. Mo'ljal Qo'qon universitet kutubxonasi yonginasida joylashgan. Shundoq ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol kelishingiz mumkin. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, shunaqa kvartira qidirib yurgan barchaga shundoq jo'natib qo'ying.